Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Kia K5 2016-yil 2019 ga restyling qilingan. Mashinamiz tiniq holatda turibdi. Бесключевой доступ, panoramный lyuk, klavishi сиденья. Hop, rulda lipistopkalari bor. Probegimiz 104 ming yurgan. Abduf yo'q, abagrev bor, sport eco rejim, rul isiydi. Hop, rullari ham sportivniy. Inshaalloh mashinamiz tiniq holatda turibdi. Birkada 2016 2 litr benzinda, orqalari sidinalar matviy bo'lib turibdi. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, bemalol orqaga chiqib ko'rasizlar. Mashinamiz orqadan ko'rinishi. Inshaalloh mashinamiz tiniq. 2019 ga polni restyling qilingan, faralar, bamperlar almashgan. Inshaalloh bitta polirovka qilsanglar tiniq bo'lib qoladi. Kraskasi yut betida bor. Bemalol kelib o'zingizlar tashxis nomerda tekshirib olaverasizlar. Qozog'istondagi akalar shoshilasizlar. 2 litr benzinda mashinamiz tiniq holatda turibdi. Kelib bemalol tekshirib olaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa narxini opisaniyada qoldiramiz. Nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanib bemalol savdolashaveramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.